Bu videoda aynan nima uchun Key Westga kelganimni men sizlarga 5 ta sababini aytib beraman. Menimcha ko'pchilik mana shu oxirgi sabab uchun bu yoqqa Key Westga kelishadi. 5-inchisi faqatgina Key Westda tatib ko'rish mumkin bo'lgan Key Lime Pine'ni tatib ko'rish va turli xil toza sveji bo'lgan dengiz taomlaridan tatib ko'rish. 4-inchisi bo'lsa rang-barang shaharni ko'rish va his qilish. 3-inchisi bo'lsa Karib usulidagi orollar va top-toza plyajlar va suvdagi bir qancha qiziqarli mashg'ulotlar. 2-inchisi bo'lsa bu yoqdagi betakror quyosh botishini ko'rish uchun. Har kuni minglab odamlar Mowi Square ga quyosh botishini tomosha qilish uchun yig'ilishadi. Birinchi va asosiy sababi bu Key West Amerikaning eng janubiy nuqtasi bo'lib, Kubadan atiga 140 km, ya'ni 90 mayl uzoqlikda joylashgan. Va shunaqa holat ham bo'lganki, Kubadan bitta ayol noqonuniy yo'l bilan Amerikaga kelish uchun shu okeanni 90 mayl suzib o'tib Amerikaga kelgan. Video yoqqan bo'lsa, sizlardan bitta like va sahifamga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.